3 aylık kapusta göçөттөрү эң алгач kapusta уруктарын теплица ичинде өстүрүшкөн. Андан соң 1 айдан кийин момундай кутучаларга салып, ар бирин өз-өзүнчө сугарып карашкан. 3 айдан кийин гана даяр болгон kapusta göçөттөрүн талаага алып чыгып эгип башташты. Абдубайыт Ашуров 20 жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Ал жаз келери менен убакытты үнөмдөп болушунча талаа жумуштарын эрте баштоого аракет кылат. Анткени канчалык эрте жумуш башталса, ошончолук пышым тез болуп, мээнет акталат. Андыктан быйыл да жумушчулар менен кошо жаз менен жарышып эмгектенип жаткан кези. Буну аралыгыны чоңкуз 35-40 сантиметр кылыш керек. Аралыгын 35-40 сантиметр кылыш керек. Андан тар болуп калса, капуста чоңоюшу кыйын болот. Кызылып өсө албай калат. Ага дагы күн жакшы тийиш керек. Ошондуктан 35-40 сантиметр аралык сакталса жакшы болот. Нормальный болот. Каарманыбыз быйыл 50 миңге жакын kapusta көчөтүн экти. 20 жылдан бери дыйканчылыктын сырын терең өздөштүрүүгө жетишкен Абдубайыт мырзанын айтымында kapustanын ар бир көчөтүн атайын кутуга өстүргөндүн дагы себеби бар. Маш турпагы менен экилсе, дагы өсүшү бирдей кете берет да. Ушул турпагы менен эгилсе жакшы өсөт. Өсүшү жагы бирдей болот. Жерге тамыры бекем орнойт. Муну ушинтип эгебиз. Андан соң суу беребиз. Азыр муну менен агатыда суу коюлат. Шун менен түтөт да. Бул kapustanын сорту Голланд деп аталат. Бышканда ар бир kapustanын салмагы орточо 3 килограммга жетет. Абдубайыт мырза kapustaдан башка картошка, помидор жана башка жер жемиштердин түрүн өстүрөт. Бул үчүн айыл аймагынан жер тилкесин алып, ал жакта дагы 10дон ашуун жумушчулар эмгектенүүдө. Endi Allah'dan ümit kılıp, ekip, şu hareket kılıp atabız yani kichkina bolsun. Тиричилигибиз ушул дыйканчылык менен, үй бүлөмдү дагы ушул менен каржылайм. Айылда барыбыз бири-бирибизге жардам беребиз, жумуш чалабыз, эми мээнетибиз кайсын деп жатабыз. Чакырамыз келишип ана эки киши берadi, elge iş bolады. Дыйканчылыкты көп жылдан бери колго алган Абдубайыт Ашуров быйылкы жылы мол түшүм алып, калкты жазгы жемиштер менен камсыздоону максат кылууда. Аны менен бирге жасаган мээнети дагы акталуусун көздөп жатат. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар. Быйыл endi mana Xudo xolasa karamlarda ekamiz deb harakat qilyapmiz. Shu bıйыл jina ertaroq boshlandi. O'tgan yilgiga qaraganda bir 10 kun, 15 kun, 2 juma bir shu ertaroq boshlandi. Xudo xolasa mana ekyapmiz. Bu ekinlarda ekkicha hozir mana 3 oy bo'ldi boshlaganimizga. Urug'ini shu 1-dekabrda yerga ekkanmiz. Undan mana stakanchilarga solib, ko'chat qilib, mana hozir endi yerlarga o'tirgizyapmiz mana Xudo xolasa. Havolar bel jinday bir issiq, bir sovib, jinday qiyinchilik bo'lyapti endi. Kun hali chiqqan kunlar mana ekib olamiz. Xudo xolasa yana bir 2 oyda pishadi. Mayda shu o'rtalaridan boshlab pishadi kapustalarimiz. Xudo xolasa. Maydın ortalarında shunda qadimgide bozorga chiqarib bashlaysiңар, Ha, Xudo xolasa şimdi chiqarib satasizlar. Uzib, bozorga chiqarib sotishni boshlaymiz-da. Mayda shu oxirlariga chiqib qoladi. Endi tushum bu shu bitta kapustamiz, bitta shu turgan kapusta bir donasi. Meni qarab sizlarga. Ha, bir dona kapusta 2 kilo, 3 kilogacha bo'ladi. Endi bozorda narxini hozircha bu narsa deb ayta olmaymiz. Endi bozor hal qilib chechadi shu mahalda endi. Bozorga chiqqan mahalda narxini o'sha bozorda endi qo'yiladi-da. Endi Allohdan umid qilib, ekib, shu harakat qilib o'tamiz endi kichkina bo'lsin deb. Bizning endi kasbimiz shu, tirikchiligimiz shu bilan endi bola chaqa bilan mana mahallada ayollarni ishlatamiz. Ekkanda mana qilib yordamga chaqiramiz, kelishib mana ek kishi beradi. Elga ish bo'ladi. Shuna qilib bolalarni ishlatamiz. Mana qilib tirikchilik qilib endi shu tirikchiligimizni o'tkazyapmiz shu bilan endi biz. 1,5 gektar yerga ekyapmiz. 1,5 gektar yerga 50 mingga yaqin ko'chat ketadi. 50 mingga yaqin ko'chat ketadi. Kapustanın emesi? Kapusta shtugi. 50 ming shtuk ketadi-da. 3-chi kun bugun ekishni boshlaganimizga. Bir 15 ayol ishlaydi, bir 10 ta bola ishlayapti. Bugun Xudo xolasa bitiramiz ekib. 3 kunda ekib bo'lamiz. 1,5 gektar yerda. 50 ming dona karam.
Жакшы. Bundan başka dagы nelerdi egip emel kalsыңар? Bundan tashqari endi pomidor bor, bolgarskiy bor, baqlajon bor. Shunaqa narsalar. Pomidor turlari bor, bolgarskiydan turlari bor. Tolg'avchi, parnikami? Pomidorni parnik ekamiz. Azbar parnik qayerda bor? Parnik endi uyda bor, uylarda bor, tolalarda bor, ulushlarimizda. Men qo'shni mahalladan bo'lamda, bu yerda bir ukamiz bor, sherik bo'lib, shunga ko'chatni men tayyorlab berdim. Shu ekyapmiz. Sherik bo'lib Ha, otasizlar. sherik bo'lib ekyapmiz. Pomidorni endi ko'chat qilib, hozir asha mana kulokchaga o'tirgizganmiz. Pomidorlarni endi yerga ekamiz endi. Teplisalarga endi ekiladi. Mana shu 10-martgacha ekiladi, xudo xolasa. Qancha yildan beri alektenib kelyapsiz shunda dehqonchilikni? Xudo xolasa shu yerlarda men chiqilib bo'lib olgandan beri shu ekib o'tamiz, xudo xolasa. 1996-yili shu bo'linganmizmi, shundan beri. Mana 20 yilda oshib qoldi-da. Dehqonchilikda eng avvalo birinchi harakat qilib pishirishga harakat qilish kerak. Oldinroq chiqarish kerak. Mehnat qilsangiz bo'ladi-da. Vaqti kelsa tunda ham kerak bo'lsa shunday ish qilasiz, teplisaga kirib. Ko'chatni ertalab pishirib yetkazib turib, ertalab ekayin deysiz. Ob-havoga qaraysiz. Sharoitga qarab turib uni ekasiz-da. Mana qilib odamlarda ham vaqti kelsa yordamga topolmay qolyapmiz hozir. Hamma teng ekyapti. Bir yilda qancha jol o'shunda tushib olasizlar? Yerdan 3 jolu? Yo'q, bir yilda hozir xudo xolasa kapusta ekamiz, o'rniga keyin makka ekib qo'yamiz-da, shu mol chorvani ham endi shularga don, o't deganday, yem-hashak deganday. Endi kirasha shu qanday desa bo'ladi? Shu uy bo'laga ketadigan rasxotimiz chiqadi. Shu bitta oila bo'lsa, bitta semya bo'lsa, shunga bitta hamda bir to'y-po'y qilib olamiz. Shu bitta hamda ish qilib olamizda shu. Endi buni qancha qilib oraman deb aytish qiyin. Bozor yurishib, sal qiymatroq sotsangiz ko'proq daromad bo'ladi, tushum. Arzon bo'lib ketsa, o'zini rasxotini chiqib qolishi mumkin. Bunga bu narsa deyish qiyin. Lekin endi harakat qilyapmiz endi, Xudodan tilab. Buni oralig'ini cho'nqiz 35-40 sm qilish kerak. Undan tor bo'lib qolsa, kapusta bunday cho'ng'ayganda joy qolmay qolib, haligi qisilib qoladi-da. Budog'ini jalpirog'iga kun tegish kerak. O'shuning uchun 35-40 sm egilsa, normalniy bo'ladi. Mana buni bunday qilib, mana chuqur kavlab turib, mana stakanchidan chiqarib turib, ehtiyot qilib, mana bu turpoqlarni mana tomiri qo'yib turib, mana ekilib qo'yadi, mana ekiladi. Mana. Azaralıq saqlash uchun qana o'shunda tizib yotganda. Orasini saqlash uchun mana shunday qilib tizib, birinchi tashlab oladi-da. Bir razmerda qilib tashlab oladi. Keyin buni ayollar bunday chiqarib turib, mana qulayda mana. Shunday mana turpoqqa o'tirgizib chiqadi mana. Bu stakanda o'stirgan foydasi o'shunda turpoqadag'inday o'rnashishga foyda etgan. O'rnash uchun foyda beradi. Yana keyin haligi tomiri bunday julunbaytda, mana shu turpoq bilan ekilsa, dag'i o'sishi birday ketaveradi-da. Yerga bunday o'rnashi oson bo'ladi mana. Ko'garib ketish uchun tagidagi turpog'i yordam beradi mana. Hozir buni bunday agatida suv qo'yiladi. Shu bilan tutadi-da. Shundan ko'tarilib shunda o'sib, keyin mineral o'g'itlar solamiz. Chavib, ishlab berib, keyin shu 60 kunda pishadi. Urug'lar qayerdan olib kelingan? Urug'lar gollandskiy sortlar shu o'zimizni rayonda sotiladi. Urug'chilik magazinlarda bor. Bardiq sortlar topsa bo'ladi. Gollandskiy sortlarda bular. Gollandskiy. Gollandskiy. 2 kilo, 3 kilo bo'ladi bitta kapusta. 2 oyda pishadi.